Bemorda porno qaramlik kuzatilyapti. Masturbatsiyaga berilib ketish kuzatilyapti. Telefoni jiringlasa bemor qo'rqib qoladi, vahima xavotirga tushib qoladi. Begona nomerlarni telefonda ko'tarishdan qo'rqadi. Eshikni qo'ng'irog'i jiringlasa eshikni ochishdan qo'rqadi. Nega shunday? Chunki uni aytishi bo'yicha uni akasi juda ko'p yomon yo'lda yurgan odam bo'lgan. O'g'riliklar qilgan, qamalib ketgan. Ko'pchilik eshikni taqillatib kelib janjal qilgan, to'polonlar qilib kelishgan uyiga. Bu yoshligida mana shu narsalarni ko'rib ulg'aygan bu bola. Va natijada bunga juda kuchli psixotravma paydo bo'lib qolgan. Odamlar eshikni taqillatib janjal qilib kelaverishidan o'sha qo'ng'iroq bosilsa, eshikning qo'ng'irog'i bu o'ylaydiki, yana kimdir janjal qilib kelyapti-yo deb o'ylaydigan bo'lib qolgan. Telefonni ko'tara olmasligining sababi oldin telefon qilgan odamlar bu ko'tarsa turli xil ugrozalar bo'lgan. Sani palon qilib tashlaymiz, tugun qilib tashlaymiz, akangni qilgan ishi uchun bunday qilamiz, bunday qilamiz deb. Shu uchun telefonni ham ko'tarishdan qo'rqib qolgan. Endi akasi qamalib ketgan, qamoqda o'tiribdi. Bu bolani o'ziga keladigan bo'lsak, 12-13 yoshidan boshlab porno ko'rishni boshlagan. Hozirgi kunda bemor 30 yoshga yaqinlashib qolgan. Hozirda pornolarni, oddiy pornolar ko'rish bunga qalbiga taskin bermaydi. Hardcore tipidagi pornolar ko'radi va bir oyda 10 martagacha yoki undan oshiq tarzda masturbatsiya bilan shug'ullanadi. Masturbatsiya har xil bo'ladi. Ba'zan qo'l bilan ishqalanib masturbatsiya qilish, ba'zan esa ko'rpachaga ishqalanib masturbatsiya qilish bilan bo'ladi. Ereksiya oldingidan susayib ketgan. Ya'ni olat taranglashi juda ham yomonlashib ketgan. Atrofdagilar bilan munosabati yomonlashgan. Ota-onasi bilan muloqoti kamaygan. Chunki ota-onasini ayblaydi bu. Mana shu narsalarda o'zini yomonligida ota-onasini ayblayapti hozirgi kunda. Nega? Chunki otasi bilan onasi yoshligida juda ko'p janjal qilar edi. Juda ko'p janjal qilgan ota-ona. Shuning uchun bu bola hozirgi kunda ularni ayblayapti. Aytadiki, men shunaqangi narsalar bo'lishiga ular aybdor. Chunki men qo'rqoq bo'lib qolganman. Bizaga to'g'ri muhit bo'lmagan, yaxshi muhit bo'lmagan deyapti. Masturbatsiya qilib yuraverasizmi va uylaning desak, aytayaptiki, qizlarga nisbatan salbiy psixokompleks shakllanib qolgan menda. Men qizlarni ko'rsam, hamma qizda faqat yomon narsani izlayman. Birorta qiz ko'zimga yaxshi bo'lib ko'rinmaydi, deyapti. Ya'ni psixokomplekslar negativ bo'lib qolgan hammasi. Shuning uchun birorta qizga borib gapirishdan qo'rqadi. Lekin kechasi yotib olib masturbatsiya qiladi. Va masturbatsiyada ba'zilar qizlarni o'ylaydi. O'zini kinaylarini, misol uchun, qavmi qarindosh ayol kishilarni, qarindoshlarini o'ylab, o'shalarni fikr qilib, o'shalarni ko'z oldiga keltirib masturbatsiya qiladi. Bu bemorda hozirgi kunda og'ir darajadagi porno qaramlik va masturbatsion qaramlik kuzatilyapti. Bu bemor agar shu turishda ketaversa, davolanmasa, bu bemorda juda kuchli, juda og'ir salbiy psixokomplekslar shakllanadi va hozirgi holati ham bundan da yomonlashishga o'tib ketaveradi. Bu bemorni davolasa bo'ladi. Davolanish uzoq vaqtni talab qiladi. Masturbatsion qaramlik va porno qaramlikda maxsus o'ziga yarasha programmalar bor davolashda. Inshaalloh bu bemorga yordam bersa bo'ladi.